Assalomu alaykum hurmatli nomzodlar va podpischilar. Mana bugun 27-may kuni 2026-yil Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyatidan Javohir ukamiz kelganlar, haqiqatan shahri Sabzdan kelganlar. 2025-yil oktyabrda suhbatda o'tganlar. 20 kun oldin hujjatlari keldi. Mana ukamiz bugun imini bayramga qaramasdan shu ukamizga xizmatamiz. Esinglardan chiqarmanglar. Biz Globalizer har doim natijaga ishlaydi. Bayramda ham, dam olishda ham bilmaydi. Mijozlar biz uchun bayramdan muhim turadi. Shuning uchun mana o'zlaridan bitta suhbatda eshitamiz. Javohir qani gapirinchi bashi bu anaqalarga nomzodlarga. Oktyabr oyiga suhbatdan o'tdim. 22-fevralga. Mana Xudoga shukr, hammasi o'xshadi. Ishxonaga kirib chiqdik. Endi nasib bo'lsa, vizamiz chiqsa, sanamni Bolgariyaga yetib olamiz. Akamizga rahmat. Globalizer zo'r. Javohir to'g'risini mana ukam oktyabrda topshirib ketgansiz hujjat. Shu paytgacha telefon qildingizmi? Biror marta so'rang, to'g'risini ayting. Telefon qilganim yo'q. Okalar esdan chiqarmanglar. Sabrchini Alloh sevadi. Sabrli bo'lsanglar, albatta bularga keldim, sizlarga ham keladi. Bayraminglar bilan Biz Globalizer nomidan men tabriklayman. Hammanglarni joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Albatta Biz Globalizer bilan birga bo'linglar. Ishonchingizni oqlaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.